بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari Asmaul Husno silsila darslaridan birodarlar bugun Alloh taoloning Al-Jabbar ismini suhbat qilamiz. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha degan Alloh taolo. Alloh taoloning go'zal ismlari bor Asmaul Husno. Bas Allohga ular ila duo qilinglar. Allohni ular ila chorlanglar. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi. Bu ism Qur'onda bir o'rindagina zikr qilingan. Astagfirullah. Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhaymin al azizul jabbar. Qur'onda bitta o'rindagina zikr qilingan. U Alloh shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zi bordir. U podshohdir. Har qanday ayb va nuqsondan pok salomatdir. Omon qilguvchidir. Ko'rib, kuzatib turguvchidir. Qudrat sohibidir, bo'yin sundirguvchidir. Al-Jabbar, bo'yin sundirguvchi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflarida ham bu ism zikr qilingan. Rasululloh aytadilar: Al-Jabbar bo'lgan Alloh osmonlarni va yerni qo'li bilan ushlaydi, qo'li bilan qabza qiladi. So'ngra deydi: "Men Al-Jabbarman. Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani?" Mana Al-Jabbar ismini suhbat qilamiz. Al-Jabbarning bir qancha ma'nolari bor. Birinchisi, bu siyg'ai mubolag'a. G'ofirun g'affarun, roziqun rozzaqun kabi. Jabbarun Jabir so'zini siyg'ai mubolag'asi. Siyg'ai mubolag'asi. Jabirun jabbarun. Jabirun degani al-jabr degan sifat bilan sifatlangan. Al-jabr degani majburlash degani. Alloh taolo butun mahluqotlarini o'zini xohishiga, o'zini hukmiga majburan bo'ysundiradi. Hech kim uni hukmidan qochib qutula olmaydi. Al-jabr ya'ni bir narsani kuch bilan tuzatish, majburan isloh qilib qo'yish. Masalan, Alloh faqirga jabr qildi desa, biz zulm qildini tushunamiz. Bu noto'g'ri. Alloh faqirga jabr qildi degani, uni majburan boyitib qo'ydi degani, holini tuzatib qo'ydi degani. Alloh kasalga jabr qildi desa, uni tuzatib qo'ydi, unga shifo berdi degan ma'no bo'ladi. Alloh ziyonkarga jabr qildi desa, demak uni ziyonini yo'q qilib, o'rniga evaz ato qildi bo'ladi. Demak, Allohga nisbatan jabr qildi degan paytda bu uni holatini majburiy suratda tuzatib qo'ydi degani bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi. Al-Jabbarning ikkinchi ma'nosi mahluqotlardan oliy, hammasining ustida. Ularning ustida o'zini hukmini o'tkazadi. Alloh o'zini ishi amrida g'olibdir. La muaqqiba li hukmihi. Allohning hukmini tekshiruvchi bo'lmas. Alloh aytdimi, bo'ladi. Alloh xohladimi, albatta sodir bo'ladi. Insonlar ham o'zaro muomalalarini hal qilishlikda muammolarini, mushkulalarini sudga murojaat qilishadi. Sud ikkala tomonni da'volarini eshitadi va qaror qabul qiladi. Falonchi haq ekan, unga berilsin. Endi mag'lub bo'lgan tomon nima qiladi? Apellyatsiyaga beradi. Keyin bu hukmda qayta ko'rishga chaqiriladi, tekshiriladi. Respublikanskiy sud, Verxovniy sud va hokazo. Odamlarni chiqargan hukm o'tmay qolishi mumkin. Lekin Alloh hukm qildimi? Tamom. Uni hukmini tekshiruvchi bo'lmaydi, u doim g'olib. La muaqqiba li hukmihi. Allohning ishini hech kim tekshira olmaydi. Ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Endi nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi.
Shuning uchun sen banda kim bilan birgasan? Al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birgami? Irodasi doim o'tadigan, doim g'olib bo'lgan zot bilan birgamisan? Alloh taolo aytadi, astagfirullah, vallohu g'olibun ala amrihi. Alloh o'z ishida g'olibdir. Ya'ni hech kim man qila olmaydi. Boshqa oyatda fa'alul lima yurid. Alloh o'zi istagan narsasini amalga oshiruvchidir. Bir kishi turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida Alloh xohlagan va siz xohlagan narsa sodir bo'ldi dedi. Alloh va siz xohlagan narsa bo'ldi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam naqadar yomon gapirding-a? Sen meni Allohga tengladingmi? Alloh xohlagan narsa bo'ladi, bandasi xohlagan emas. Garchi u payg'ambar bo'lsa ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhudda mag'lub bo'lishni xohlamasdilar. Lekin Alloh xohlagan ekan mag'lub bo'lishdi. Chunki ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Agar sen banda al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, sen g'olibsan. Kelajaging bor. Ishlaring rivoj topadi. Chunki Allohning xohishi doim bo'ladi. Hech kim va hech narsa uni hukmiga qarshi chiqa olmaydi. O'zini hukmiga hammani Alloh bo'ysundiradi. Unga esa hech kimning hukmi o'tmaydi. Demak, al-Jabbarning birinchi ma'nosi tuzatib qo'yadi, majburan. Ikkinchi ma'nosi hammadan oliy hukmini o'tkazadi. Uchinchi ma'nosi al-Jabbar jabarut, malikul mulki val malakut kabi. Mulk deganda biz mana shu olamni mulkini tushunamiz, bu dunyoyimizning mulkini. Malakut deganda ko'zimizdan to'silgan g'ayb olamining mulkini tushunamiz. Payg'ambarimiz aytganlar: Subhanazil jabaruti val malakut val kibriyai val azama. Jabarut, malakut, kibriyo va ulug'lik egasi bo'lgan Alloh har qanday ayb-nuqsondan pokdir. Uchinchi ma'nosi al-Jabbar at-tanzim, at-ta'zim va at-tanzih. Ulug'lash va poklash ismlaridan. Alloh taoloning go'zal ismlari bo'linadi, birodarlar. Zotining ismi bor, sifatining ismi bor, fe'lining ismi bor. Yana poklash ismlari ham bor. Mana shu al-Jabbar ismi Alloh taoloning ulug'lashlik ismlaridan hisoblanadi. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: Al-kibriya'u ridai val azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu fin-nar. Mana o'zini katta oladigan, o'zini boyligi bilan, mansabi bilan kibrga ketadigan insonlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Alloh taolo aytadi: Kibriyo mening ridoyim. Ridosi, ulug'lik, azamat mening izorim. Bu ikkalasini kim men bilan talashsa, uni men jahannamga uloqtiraman. Kibr faqat Alloh taologa xos. Kibr haq egasini haqqini bermaslik va odamlarni mensimaslik. Mana shu sifat ikkita sifat kimda bo'lsa, shu odam mutakabbir inson deyiladi. Chiroyli kiyinsa, hashamatli uy solsa, qimmat mashina minsa kibrli degani emas. Haqqa ko'nmaydi, odamlarni mensimaydi. Bu kambag'al ham shunaqa bo'lishi mumkin. Gohida Alloh taolo o'zining dushmanlarini ham kuchli, quvvatli qilib qo'yadi-da, shu bilan bandalarni sinaydi, imtihon qiladi. Boyagi Alloh tomonidan kuch-quvvat olgan, Allohning dushmani bo'lgan insonlar xohlagan gapini gapiradi, xohlagan ishini qiladi. Bu yoqdagilar hech narsa deya olmaydi, hech narsa qila olmaydi. Shunda bu imtihondan o'ta olmagan iymoni zaif insonlar ularni o'zlariga iloh qilib olishadi. Buni qo'lidan hamma yo'q keladi. Bu undoq qilib oladi, bu bundoq qilib oladi. Ularning oldida o'zini xorlaydi. Vaholanki Alloh taolo kibriyoni, jabarutni maxluqotlaridan birontasiga berishini xohlamaydi. Alloh o'zini Al-Qahhar ismini ham, Al-Aziz ismini ham birovga berib qo'ymaydi. Boyagi haddidan oshganlar bir kun kelib albatta xor bo'ladi.
Alloh ularni sindiradi. Faqat peshonalariga yozilgan, taqdirda bitilgan kuni bor, umri bor, soati bor. Shuni yashab o'tishligi kerak ular. Va likulli ummatin ajal. Har bir ummat uchun, jamoat uchun ajal bor, belgilangan vaqt bor. Aytyapmiz-ku, dunyoga kelmasdan avval faloncha yil umr ko'radi deb yozilganmi? Faloncha narsani yeydi deb rizqiga yozilganmi? Shu rizqi bilan suvini tugatmagunicha yashaydi ular. Ha, rizqi suvi tugagandan keyin Alloh taolo ularni xor qiladi. Haddidan oshsa, tug'yonga kelsa, vaqt soati kelganda. Ha, bunga ham bir davr kelibdi-da deb qo'ying. Undan burun qanchalar kelib ketdi? Falonchilar. Nima ishlarni qiluvdi xalq xaloyiq ustida? Zulm qiluvdi, qo'lidagi quvvati bilan odamlarga bir jabr qilgan edi, xor qilgan edi odamlarni. Keyin nima bo'ldi? Demak, Al-Jabbar ismining ma'nolaridan ta'zimlash, ulug'lashlik. Agar Jabbor deb Alloh aytilsa, bu ulug'lashlik bo'ladi, komillik bo'ladi, quvvat bo'ladi, buyuklik bo'ladi. Agar Jabbor degan so'z odamga nisbatan aytilsa, bu odam zolim ekanligi ma'lum bo'ladi. Qarang. Jabbor degan ma'no Allohga nisbatan ishlansa, bu maqtov, bandaga nisbatan ishlatilsa, buni aksi. Ahmad Jabbor inson deyildimi? Demak, nuqson bu. Odamlarga zulm qilar ekan. Alloh taolo bandalarni ham Jabbor degan. Astagfirullah. Kazalika yatba'ullohu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Alloh har bir mutakabbir va jabborning qalbini mana shunday muhrlab qo'yar. Tushunarligi? Allohni Jabbor deganimiz bu maqtov, bandani Jabbor deganimiz bu nuqson bu. Banda bandadir, Rob esa Robdir. Bandani ishi muhtojlik, ojizlik. Hatto insoniyatning peshvosi bo'lgan payg'ambarlar ham qana bo'lgan? Ojiz bo'lgan, banda bo'lgan, Allohga muhtoj bo'lgan. La ya'kuluna at-ta'ama va yamshuna fi al-aswaq. Bozorlarda yurgan hamadaqa, ovqat yegan hamadaqa. O'zlarini bor bo'lishida mana shu ulug' insonlar ham Allohning qo'llashiga muhtoj bo'lishgan. Yurish-turishi, yeb-ichishi, hamma ishlarida Allohga muhtoj bo'lgan. Chunki ular banda, Alloh esa Rob edi. Mana endi Jabariya degan bir firqa o'tgan islomimizning tarixida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yahudilar 71 firqaga, Nasroniylar 72 firqaga bo'lindi, meni ummatim 73 firqaga bo'linadi deganlar. Ana shu ummatda 73 firqaga bo'linishligi sodir bo'ldi. Har xil toifalar chiqdi. Shulardan bittasi zalolatga ketgan, adashgan Jabariya toifasi bo'lgan. Bu aqida buzuq aqida edi. Jabariya buzuq aqida egalari edi. Ularni tasavvuricha Alloh bandalarni qilayotgan ishlariga majbur qiladi deb e'tiqod qilishgan. Ya'ni go'yoki ularning gapiga qaraganda bandada ixtiyor yo'qmish. Shuning uchun Jabariya majburlash deyishgan. Ularda aytishiga ko'ra, inson bu dunyoda qiladigan ishlari inson shamolni eshigiga tashlab qo'yilgan qushni patiga o'xshaydi deyishgan. Bitta barg oqib turgan suvni ustiga tushdi, tamom, u bargda ixtiyor yo'q. Suv qanday olib kelsa shunday ketadi. Insonni ham shunaqa deyishgan. Shular ham o'zlarining aqidasini Qur'on oyati bilan, payg'ambarning hadisi bilan isbotlamoqchi bo'lgan. Lekin alhamdulillahi robbil alamin, ahli sunna val jamoa ulamolar bor edi. Ularni bu e'tiqodlari noto'g'ri ekanligini odamlarga tushuntirishdi. Alloh bir bandani bir ishni qilish yoki qilmaslikka majbur qilsa, bu ish Allohning komilligiga to'g'ri kelmaydi. Axir qana qilib jazolasin uni keyin? O'zi gunoh qilishga majbur qilib qo'yib turib, banda qilsa shu gunohni, keyin qanday jazolasin? O'zi bir savobli ishni qilishga majbur qilib qo'yib turib, keyin shu savobni qilsa, qanday mukofotlasin? Qaranglar, masalan, Alloh taolo qiyomatda bizni nimaga erkak kishi bo'lgansan deb hisob qilmaydi.
Chunki bizni majbur erkak qilib qo'ydi. Ayollarni ayol qilib yaratdi. Nimaga sen ayol kishi bo'lgansan demaydi, chunki bu ishda majburmiz. Nimaga mana bu yurtda yashagansan, nimaga mana bu zamonda yashagansan deb imtihon qilmaydi. Chunki biz ixtiyorimizdan tashqari edi bu. Ammo bu buzuq e'tiqod egalari bandani qiladigan ammallari ham Allohni majbur qilishi bilan bo'ladi deyishgan. Yana qaytarib aytaman, bu firqalar hammasi dalil hujjati bo'lgan, o'zicha. Astagfirullah. Sayaqulul ladina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay. Alloh taolo ana shu avval kofir bo'lib o'tgan qavmlarning tilidan aytadi. Hali mushrik bo'lgan kimsalar dedilar: agar Alloh xohlaganida biz ham, ota-bobolarimiz ham na mushrik bo'lgan va na biron narsani harom qilib olgan bo'lar edik. Ko'ring. Kazalika kazzabal ladina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Ulardan avvalgilari ham to azobimizni totgunlaricha mana shunday yolg'onchilik qilganlar. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann va in antum illa takhrusun. Ayting ey Muhammad alayhisalom. Huzuringizda bizga ko'rsatadigan biror hujjatinglar bormi? Sizlar faqat gumonga ergashyapsizlar, sizlar faqat yolg'on so'zlayapsizlar. Ya'ni ular aytayaptiki, biz mushrik bo'lgan bo'lsak, Alloh bizni mushrik qilib qo'ydi deyapti. Alloh bizni mushrik qilib qo'ydi deb Allohga to'ngayapti. O'zlaridagi musulmon yoki kofir bo'lish ixtiyorini rad qilishyapti. Insonda ixtiyor bor. Agar ixtiyor degan narsani yo'q desak, unda savob bilan gunohni ham yo'q degan bo'lamiz. Insonda ixtiyorni yo'q desak, jannatni ham, do'zaxni ham bekor degan bo'lamiz. Omonatni ko'tarish ham bekor bo'lib qoladi. Taklifotlar ham bekor bo'lib qoladi. Vaholanki Alloh taolo aytib qo'yibdi: Astagfirullah. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Bas, xolagan kishi iymon keltirsin, xolagan kishi kofir bo'lsin. Ixtiyormi shu? Boshqa oyatda inna hadaynahu sabila imma shakiron va imma kafura deydi. Dar haqiqat biz uni insonni xoh u shukr qilguvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rnamak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Ya'ni biri haqqa ergashib mo'min bo'ldi, biri nonkor kofir bo'ldi. Lekin ikkalasiga ham ixtiyor berilgan, ikkalasiga ham hidoyat kelgan. Biri xohlab mo'min bo'ldi, biri xohlab kofir bo'ldi. Boshqa oyatda valikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat deydi. Har kimni o'z yuzlanadigan tarafi bor, bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Yaxshilab bir olaylik birodarlar. La ikroha fid din. Birodarlar, dinga zo'rlab kiritish yo'q hech kimni. Dinda zo'rlash, majburlash yo'q. Agar qaytarib aytamiz, majbur qilinadigan bo'lsa, u din bo'lmaydi. Tanlash imkoniyati bor. Toatga majburlasak, savob bekor bo'ladi. Gunohga majbur qilinadigan bo'lsa, jazo bekor bo'ladi. Shuning uchun Alloh ixtiyorni berdi, ogohlantirdi, taklifotlarni yengil qildi, ozgina qilgan amalimizga chandon ziyoda savoblarni va'da qildi. Endi Alloh insof bersa, biz ham to'g'ri yurib qolarmiz deb turib, Alloh insof bermayapti menga demoqchi bo'ladi ayrim odamlar. Alloh xolasa tashavoramiz shu aroqda deydi. Bora? Nima? Seni og'zingdan biror majbur qo'yyaptimi aroqni? O'zini fisqini, fujurini, o'zini nafsiga mag'lub bo'lib qolganligini Allohning taqdiri bilan hal qilmoqchi bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytar edi: "Lastu bil khab'i walal khab'u yaxdauni." Men hiylakor emasman, lekin hiylakor meni alday olmaydi deydi.
O'g'rini olib kelishdi xalifani oldiga. Ya Amiral Mo'minin dedi, jazoni qo'llanglar dedi. Ya Amiral Mo'minin, Alloh taolo meni taqdirimga o'g'rilik qilishni yozgan bo'lsa, meni nimaga jazolaysiz dedi. Sen o'g'rilik qilgan bo'lsang, taqdiriga yozilgan bo'lsa, seni taqdiringga qo'limni kesishni ham yozilgan dedi. Aroxo'rni olib kelishdi. Xalifa xatni qo'llanglar dedi. Boyaga aroxo'r xuddi o'g'rini singari, "Ey Amiral Mo'minin, meni taqdirimga shu narsa yozilgan ekan" dedi. Xalifa aytdi, 2 marta darrani 2 marta jazoni qo'llanglar dedi. Ya'ni xatni 2 marta qo'llanglar dedi. Birinchisi aroq ichgani uchun, ikkinchisi Allohga tuhmat qilgani uchun dedi. Senga voy bo'lsin dedi Umar ibn Xattob bu kishiga. Albatta Allohning qazosi seni ixtiyordan majburlikka olib chiqmaydi dedi. Ya'ni taqdirga nima yozilganini bilamizmi biz? Bilmaymizmi? Ichish ichmaslik oldimizda turibdimi? Namoz o'qish o'qimaslik ixtiyorimizda turibdimi? Biz o'zimiz bilan ixtiyor qildikmi? Shu ixtiyorimiz uchun savob yoki bo'lmasam jazo olamiz birodar. Bandada ixtiyor bor. Jabariylarda noto'g'ri e'tiqodiga ko'ra ular bandalar qilayotgan ishlari taqdirni majburiyati bilan bo'ladi. Shuning uchun unga savob ham gunoh ham yo'q deyishgan. Bu noto'g'ri e'tiqod. Biz aytamiz, Alloh taolo al-Jabbar bo'lgan zot o'zini hukmiga hammani bo'yinsundiradi, lekin bandalarni qilayotgan ishlarini o'zlarining ixtiyorlariga beradi. Ular ixtiyori bilan bajarishadi. Demak, al-Jabbarning ma'nosi birinchisi tuzatib qo'yadi. Ikkinchi ma'nosi hammadan oliy. Uchinchi ma'nosi poklashlik ma'nosida. Endi to'rtinchi ma'nosi. Al-Jabbar oliy, ya'ni unga yetib bo'lmaydi. Lug'at kitoblarida aytiladi, naxlatun jabbara, baland xurmo daraxtga yetish qiyin. Yoki naqatun jabbara, baland tuyaki minish qiyin. Demak, al-Jabbarning yana bitta ma'nosi u oliy, unga yetib bo'lmaydi. Inna fiha qawman jabbarin. Albatta u yerda jabbor, zo'ravor odamlar bor. Qaytaramiz. Jabbor deb inson aytilsa nuqson bo'ladi. O'zini katta olish, o'zini ulug' sanash, kibr, birovga quloq solmaslik. Agar Alloh jabbor deyilsa, bu maqtov bo'ladi. Mo'min banda al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birga bo'ladi. Shuning uchun u quvvatli, shuning uchun u aziz. Inson zoti o'zini tabiatidan kelib chiqib turib, kuchlilar bilan birga bo'lishni xohlaydi. Kuchlilar yonida bo'lishni xohlaydi. Mo'min u quvvatli, kuchli. Uni quvvatini, kuchini siri o'zini Alloh bilan birga deb bilishida. Mo'min biladi. Mo'min aniq biladi. Nimani biladi? Hamma Allohning qo'lida. Podshoyam, gadoyam, boyam, kambag'alam, erkak ham, ayol ham istisnosiz Alloh taoloning qo'lida. Allohning qabzasida. Shuning uchun u kuchli. Kim aytgani bo'ladi deydi? Osmonda tashlab olmaysizmi deydi. Qo'lingizda bo'lsa. Agar birodar sen Alloh bilan birga bo'lsang, kimning kuchi yetadi senga? Agar Alloh senga qarshi bo'lsa-chi, kimning foydasi tegadi senga? Mo'min Allohga tavakkul qiladi, Allohga suyanadi. Shuning uchun u kuchli. Shuning uchun o'zini xor qilib qo'ymaydi u. Shuning uchun aziz u. Hud alayhisalom nima dedi qavmiga? Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ana endi hammalar yig'ilib kelib, kechga surmasdan menga qarshi bilgan hiylalarni qilinglar. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna robbi ala siratin mustaqim. O'rmalagan narsaki bor, hammasi Allohning qo'l ostida. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir.
Qo'lingdan kelganini ish qil, xohlaganingni qil. Men Allohga tavakkal qildim. Hammamiz Allohning qo'lidamiz deyapti. Birodarlar, mana shu kunlarda ayniqsa siz bilan biz shu e'tiqodga qanchalar muhtoj bo'lib turibmiz a? Robbimiz bilan o'zimizni aziz bilishimiz, Robbimiz bilan bo'lgan aloqamizni tuzatib olishimiz, uni buyrug'iga qaytishimiz, uni o'ziga suyanishimiz, mana shu narsaga qanchalar muhtoj hozir ummati Muhammadiyya. Shunda birodarlar, muammolarning hammasi hal bo'ladi. Dushmanlar xor, biz aziz bo'lardik. Alloh taolo aytadi: "Ana inda zonni abdi bi, falyazunna bi ma sha." Men bandamning gumonidaman. Men bandamning gumonidaman. Bas, men haqimda deydi Alloh, xohlagan gumonini qilsin. Alloh meni qo'llaydi. Allohga tavakkul qildim, Alloh ishimni to'g'rilaydi deb turib gumon qilasiz, Alloh qo'llaydi. Alloh meni qo'llamaydi, Alloh meni eshitmadi, Alloh meni tashab qo'ydi deb gumon qilasiz, Alloh sizni tashab qo'yadi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari Asmaul Husno silsilasidan Robbimizning Al-Jabbar ismini boshlagan edik, davom etkazamiz. Al-Jabbar tuzatib qo'yadi. Hammadan oliy, pok zot, unga yetib bo'lmaydi. Alloh azza va jalla Al-Jabbar bo'lgan zot. Hukmini doim o'tkazadi. Faqat uning aytgani bo'ladi. Najotga yetishlik shansi 0 bo'lgan 3 ta holat. Musa alayhissalom. Fir'avn u kishini orqasidan quvib chiqdi qo'shini bilan. Necha yuz yillik qulchilikdan keyin Musa alayhissalom Banu Isroilni tunda olib chiqib ketdi Misrdan. Tong otganda Fir'avn o'zini o'sha zamondagi eng qudratli qo'shini bilan quvib orqasidan chiqdi. 600 ming Yahudi dengizni bo'yiga, sohiliga kelganida orqa tomonda Fir'avn qo'shini bilan ko'rildi. 600 ming Yahudiyning qo'lida quroli yo'q. Orqadan o'sha zamonning eng kuchli armiyasi kelyapti. Qirib yakson qilib tashlagan, hiqto adovati bilan. Shunda Musa alayhisalomning sheriklari nima deyishdi? Astagfirullah. Qala ashabu Musa inna la mudrakun. Bizlar aniq tutildik deyishdi. Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan. Albatta meni najot yo'liga boshlaydi. Natija qanday bo'ldi? Qutulib qolishlikka shans 0 deyapmiz. Bitta Yahudi yerdan bitta kesakni olib turib Fir'avnga otgani yo'q. Alloh taolo Al-Jabbar bo'lgan zot hukmini o'tkazadi, majbur o'tkazadi hammaga. Musa alayhisalom tayog'ini suvga tegizdi, dengiz ikkiga bo'lindi, tagi qup-quruq bo'lib turdi, 600 ming Yahudi o'tib ketdi. Fir'avn kirdi, suv tagida qoldi. Ikkinchi qissa. Kitni qorniga tushib qolgan Yunus alayhisalom qissasi. Birodarlar, aql bovar qilmaydi. Kit, o 50 tonna, 100 tonna. Bir marta ovqatlanganda 4-5 tonna ovqat yeydi. O 80-100 kiloli odam nima uni qorni uchun? Shunda yutdi, dengizdagi olib tushib ketdi. Hech qanaqa imkoniyat yo'q. Hatto hozir bo'lsa ham qutqarib qala olmaymiz. Shuncha texnologiyamiz bo'lib turib. Chunki havosizlikdan hozir 2 minutda o'ladi, oshib borsa. Nima dedi? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim dedi. Alloh qutqardimi?
Alloh al-Jabbar bo'lgan zot. Allohda aytgani bo'ladi. 3-qissa. Qaysi qissa bu? Quduqqa tashlangan Yusuf alayhisalom qissasi. Akalari o'ldirmoqchi bo'lib quduqqa tashlashdi. Lekin Alloh taoloning irodasi har qanday irodadan ustun bo'ladi. Allohning xohishi bo'ladi. Allohning aytgani bo'ladi, chunki u al-Jabbar bo'lgan zot. Nima bo'ldi? Qul bo'lib sotildi, vazirning uyida yashadi, keyin Misrning aziziga, vaziriga aylandi va mana shu qilgan ishni, mana shu qatlni maqsad qilgan aka-ukalar borib turib, Yusuf alayhisalom oldida bo'yin egdi. Alloh al-Jabbar bo'lgan zot hammani o'zini hukmiga bo'yinsundiradi. Tuzatib qo'yadi, hammadan oliy, pok zot, unga yetib bo'lmaydi va tuzatuvchi, isloh qiluvchi. 5-ma'no. Alloh al-Jabbar, tuzatuvchi, isloh qiluvchi. Ishlarni tuzatuvchi bo'lgan, ishlarning yechimi o'zini qo'lida bo'lgan zot. Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan, suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor, nazarida. Travmatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyakni bir-biriga ulaydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta travmatolog o'zi yemaganmi suyakka ulab? Aytinglarchi? Demak, Alloh bandalarning ishini tuzatadi, yorilgan narsani yopishtiradi, singanda ulaydi, xorni aziz qiladi, mahrumga ato qiladi. Al-Jabbar, ya'ni mazlumning holini tuzatadi, faqirning ishini tuzatadi, kasalga shifo beradi, mahrumga ato qiladi. Al-Jabbar muammolarni hal qiladi, mushkulalarni hal qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, tunni oxirgi 3-qismi bo'lganida Alloh dunyo osmoniga tushib kelib, to tong otgunicha istig'for aytuvchi bormi? Uni kechiring. Tavba qiluvchi bormi? Tavbasini qabul qiling. So'rovchi bormi? Duo qiluvchi bormi deydi. Aql xushlarimizni tuzatadi, esimizni o'zimizga qaytaradi. Albatta bu ulug' ne'mat. 6-ma'no. Jabbor degan so'z bandaga nisbatan ishlatilsa ayb bu. Zolim, zo'ravon degani. Lekin Alloh taolaga nisbatan jabbor ishlatilsa bu maqtov bo'ladi. 6-ma'no o'zining xohishiga hammani majbur qiladi. Birodar, sen ham nimalardir xohlaysan. Men ham nimalarnidir xohlayman. Alloh ham nimalarnidir xohlaydi. Sen ham xohlaysan bir narsani, men ham xohlayman bir narsani, Alloh ham xohlaydi bir narsani. Kim xohlagani bo'ladi? Qarang, siz bilan bizni xohlashimiz bu orzu, umid. Allohning xohishi hukm. Hadis qudusiyda Alloh taolay aytadi: "Abdi, ey bandam, ana urid va anta turid." Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Men ham xohlayman, sen ham xohlaysan. Fa iza sallamta li fima urid, kafaytuka ma turid. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen xohlagan ishda men senga o'zim kifoya qilaman. Men aytgandaqa bo'l, sen xohlagan narsani beraman. Va in lam taslim li fima urid, at'abtuka fima turid. Agar men xohlagan ishda menga taslim bo'lmasang, men aytganchalik bo'lmasang, men aytgandek bo'lmasang, sen xohlagan narsada seni qiynab qo'yaman. Summa keyin nima bo'ladi? La yakunu illa ma urid. Undan keyin men faqat men aytgan narsa bo'ladi.
Sizni xohlashingiz hech narsa emas. Meni xohlashim hech narsa emas. Alloh xohlagan bo'lsin. Shuning uchun inshaalloh bunday qilaman, inshaalloh bunday qilamiz deymiz. Ertaga bo'ladigan ishimiz. Fir'avn nima degan edi? Faqala ana robbukumul a'la. Men sizlarni eng oliylar robbilarman deganmidi? Ha? O'zini iloh deb bilgan edi. Yana nima degan edi? Ma alimtu lakum min ilahin g'ayri. Sizlar uchun mendan boshqa iloh yo'q degan edi. O'zini qavmiga. Ana, o'sha Banu Isroilni xor qilgan Fir'avn birodarlar. Shu Fir'avn tush ko'rdi. Tushida Banu Isroildan bir chaqaloq tug'ilar ekan, uni saltanatini yo'q qilib tashar ekan. Uyg'ondi, tushini ta'bir qiladiganlarga aytdi, shu bolaning tug'ilishligini aytishdi ular. Bu mushkulani hal qilib qo'yishlik Fir'avn uchun muammo emas, hukm chiqardi. Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bola, chaqaloq so'yilsin. Bo'ldi, muammo hal bo'ldimi? Haqiqatan so'yildi, minglagan chaqaloqlar so'yildi. Lekin u bir narsani xohlagan edi Fir'avn, Alloh boshqa narsani xohlagan edi. Alloh taoloning al-Jabbar bo'lgan Allohning irodasini joriy ekanligini ko'ringki, Musa alayhisalomning onasi Allohning ilhomi bilan savatga solib daryoga oqizdi. Alloh ilhom berdi, solib oqiz dedi. Savol: nimaga bu savat cho'kib ketmadi? Bola shunaqa variant. Nimaga bironta bir nahang yutib ketmadi? Bu variant ham bor. Nimaga oqib ketmadi boshqa yoqqa? Bunaqa variant bor. Nimaga ayni Fir'avnning qasriga borib turib to'xtab qoldi savat? Chunki Fir'avn ham bir narsani xohlovdi, Alloh ham bir narsani xohlovdi. Allohning xohishini ko'ringki, shu Fir'avnning mulkini yo'q qilish kerak bo'lgan bolani Fir'avn o'zi katta qildi saroyida. Shuning uchun al-Jabbar bo'lgan Alloh bir narsani xohladimi, u narsa bo'ladi. Shu o'rinda bitta mulohaza bor. Ayrim odamlar mahallada, yurtda, qishloqda bo'layotgan xayriyatga to'sqinlik qilmoqchi bo'ladi. Ilmsizligi tufaylidir, kibri sabablidir yoki bir har xil odamlarning gap so'zlariga bir aldanib bir qarshilik qilmoqchi bo'ladi. Bo'lmasa mana shu bo'layotgan yaxshi ishda ularga hech qanaqa zarari yo'q. G'ofil banda, gumroh banda agar Alloh xohlagan bo'lsa shu ishni bo'lishini, burning yerga ish qalsa ham dod desang ham bo'ladi. Faqat shu ish bitgandan keyin yaxshi ish. Sen qarshi chiqqanlar qatorida bo'lib, qora atli bo'lib qolasan. Kallangni ishlatmaysanmi? Yordam bera olmaysan, bitta cho'p olib bera olmaysanmi? Zararing tegmay tursin. Shu ishni qilayotganlarga patnoshga bermay tur. To'sqinlik qilmay tur. Ibrohim alayhisolamning qissasiga qaramaysizmi? Qavmi u kishini yoqib tashlashlik uchun juda katta gulxon yoqdi. Qavm bir narsani xohladi, lekin Alloh buni xohlamagan edi. Alloh Ibrohimni salomat qolishini xohlagan edi. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom salomat qoldi. Ammo rivoyatlarda keskaltirik, kalta kesak. Ibrohim tezroq kuyib ketsin deb turib, o'titaydan puydab turdi. Qaldirg'och Ibrohim Halil kuymasida bir tomchi suvni og'zidan olib kelib o'tga tashladi. U bir tomchi suv o'chira olmasligi tayin. Qiyomatda Allohning huzuriga borganda Halil Ibrohimga yordam berganman degan nima uchun? Hujjat uchun. Qarang, uni suvni foydasi tegmadi, keskaltiriydi, puydaganini zarari tegmadi. Allohning aytgani bo'ldi. Lekin gulxan o'chganidan keyin Ibrohim alayhisalom salomat chiqdi. Qaldirg'och rahmat bilan qoldi, rahmatga ega bo'ldi, keskaltirik la'natga qoldi. Shuning uchun sen ham bir narsani xohlaysan banda, men ham xohlayman, men ham bandaman, Alloh ham bir narsani xohlaydi. Shuning uchun birodarlar, yaxshilikka to'g'anoq bo'lmaylik. Eng kamida zararimiz tegmay tursin. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'lgin dedi.
Mushriklar ham birodarlar bir narsani xohlashdi. Alloh taolo esa boshqa narsani xohladi. Muhammad alayhisalomni qatl qilmoqchi bo'lishdi, lekin al-Jabbar bo'lgan Alloh taolo Muhammad alayhisalomning tirik qolishini xohlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'orga chiqib, Savr g'orida Abu Bakr Siddiq bilan o'tiribdi. Mushriklar o'sha g'orda oldiga kelishdi. Abu Bakr Siddiq g'orda o'tirib, ularning oyoqlarini ko'rib turar edi. Shu yerga kelishdi. Izlar shu yerga kelyapti deyishdi, lekin bittasi engishib qaragani yo'q. Agar engishib qaraganda ham al-Jabbar xohlamabdimi? Ular ko'rmas edi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi shu yerda. Abu Bakr nimaga yig'layapsiz deb Rasululloh so'radilar. Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga shunday qarasa ko'rib qolardi-ya bizni dedi. Shunda payg'ambarimiz xotirjam suratda Robbisining irodasiga iymoni komil bo'lgan zot payg'ambarimiz ma zonnuka ya Abu Bakr bi isnayn Allohu salisuhuma dedilar. 3-she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz? Biz ikkita bo'lsak, 3-sherigimiz Alloh. Xotirjam bo'ling Abu Bakr dedi. Demak, bandalar ham bir narsani xohlaydi, Alloh ham bir narsani xohlaydi. Kimi xohishi bo'ladi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning. Ramziy qissa, xotin tushlik qilib o'tirishuvdi, eshigini birov taqillatib qoldi. Chiqsa, eshikda olsa ayoli, tilamchi. Kim ekan deb eri so'rayapti. Tilamchi ekan. Haydab yubor dedi. Haydab yubordi. Vaqt o'tdi, oy o'tdi, yil o'tdi, bu xotin ajrashib ketdi. Ayol keyin yana bitta turmushga chiqdi. Yana xuddi shu holat, bir qancha yillardan keyin. Tushlik qilib o'tiribdi, yana eshik taqillatib qolindi. Borib ochsa, tilamchi. Kim ekan dedi. Tilamchi dedi. Bir narsa berib yubor. Berib yubordi. Qaytib kelib erining oldida o'tirib, ayolning rangi g'alati bo'lib qoldi. Nima rangi g'alati bo'lib qoldi dedi. Eshik tagiga kelgan odam kimligini bilasizmi? Tilamchilik qilib kelgan. Tilamchilik qilib kelgan. Yo'q desa meni birinchi erim ekan dedi. Qarang Allohning bir irodasini. Meni kimligimni bilasanmi dedi. Yo'q dedi. O'sha ering bilan o'tirganingda kelgan tilamchi men bo'laman dedi. Allohning xohishi bo'ladi. Bir kunda g'ildirak aylanib pastga tevaga, tevasi pastga tushib qolishi mumkin. Shuni unutmaslik kerak. Kim aytgani bo'ladi? Al-Jabbar bo'lgan Robbimiz subhanahu va taoloning aytgani bo'ladi. Shuning uchun katta gapirib bo'lmaydi. 7-ma'no. Al-Jabbar uning zotini idrok qilishdan aqllari ojiz bo'ladi. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zoti qanaqa ekanligini men tushuna olmayman ekan, aqlim olmas ekan dedingmi? Demak, Allohni tanibsan. Sen Allohning zoti haqida qanaqa o'yga, qanaqa tasavvurga borma, Alloh sen o'ylaganda emas. Chunki bizning aqllarimiz birodarlar Allohning zotini bilishga qosirlik qiladi. U haqidagi biliming bilimsizlikdir. U haqidagi bilimsizliging bilimdir. Men bilmayman Allohni qanaqaligini dedingmi? Demak, senda bilim bor. Men Allohni qanaqaligini bilaman dedingmi? Demak, senda bilim yo'q. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh azza va jallaning Asmaul Husno silsila darslaridan birodarlar, Robbimiz subhanahu va taoloning Al-Jabbar ismini suhbat qilayotgan edik, davom etkazamiz. Alloh azza va jallaning go'zal ismlari bor. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allohning go'zal ismlari bordir, bas uni ular ila chorlanglar.
Ya'ni Allohga shu ismlar bilan duo qilinglar. Asmaul husnoni hayotimizda o'rni egallagan o'rni juda ham katta. Siz Robbimiz subhanahu va taoloning mana shu 99 ta go'zal ismlarini o'qib o'rganib, ularning ma'nolarini tushunsangiz, har bitta ismdan o'zingizga ulush olish kerakligini bilasiz. Alloh odil zot ekan, al-adil. Undan oladigan ulushingiz nima? Adolatli bo'lishingiz kerak. Alloh taolo al-G'afur, kechiruvchi bo'lgan zot. Demak, ulushi bo'lishi kerak, kechirimli bo'ling. Alloh taolo al-Javad, al-Karim bo'lgan zot. Saxovatli, qo'li ochiq. Demak, ulush olishingiz kerak. Alloh taolo al-Musawwir, surat beruvchi. Surat berganda ham komil, go'zal surat beruvchi bo'lgan zot. Demak, siz ulush olishingiz kerak. Siz ishingizni komil suratda bajaring. Ishingizni chiroyli suratda bajaring. Shunda siz Alloh taoloni al-Musawwir ismidan o'zingizga ulush nasib olgan bo'lasiz. Tushunarlimi? Bu ismni har bittasini o'qib o'rgandik, Robbimizni tanishga bir qadam yaqinlashdik. Alloh taoloning al-Jabbar ismi. 7-ma'nosi al-Jabbar. Uning zotini idrok qilishlikdan aqllar ojiz bo'ladi. Chunki ko'p qaytardik, Allohning zoti qanaqa ekan deb har qancha fikrga cho'mmang, har qancha fikr kallangizga kelmasin, Alloh siz o'ylagandaqa emas. Chunki aqllar Allohning zotini qanday ekanligini bilishlikdan ojizlik qilishadi, qosirlik qiladi. Chunki har safar aytadigan gapimiz, Allohni zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Qaytaramiz. Allohning zotini qanaqaligini idrok qila olmayman ekan men dedingmi? Demak, Allohni tanibsan. Shuning uchun aytiladi, u haqidagi biliming bilimsizlikdir. U haqidagi biliming bilaman deyapsanmi? Demak, bilmaysan ekan. U haqidagi biliming bilimsizlikdir. U haqidagi bilimsizliging bilimdir. Ajoyib narsa ekan. Gap nima haqida ketyapti? Kim haqida ketyapti? Mana dahriylik sistemasi, ateizm ustiga qurilgan davlat bor edi, Sovet ittifoqi. Yadro qurolining egasi. Yer yuzini birodarlar, bir necha marta yo'qib tashlashga yetadigan shu bir qudratli quroli bor. 70 yilgina turdi. Yo'q bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? Urush bilan yo'q bo'ldimi? Yo'q, ishidan yemirilib ketdi. Nima uchun? Hamma hukmini o'tkazadigan, hamma xohishini o'tkazadigan Alloh taolo shunday bo'lishini xohlagan edi. Millionlagan odamlarni qonini to'kishlik evaziga qurilgan shu katta mamlakat 3 ta yoki 4 ta odamni qoni evazi bilan yo'q bo'lib ketaverdi. Alloh taolo aytadi hadis qudusiyda, Analloh la ilaha illa ana malikul muluk va malikul muluk. Men deydi Alloh taolo, Allohman. Mendan o'zga iloh yo'q. Men podshohlarning egasiman. Men podshohlarning podshohiman. Podshohlarning egasi ham o'zimman, podshohlarning podshohi ham o'zimman. Alloh al-Jabbar bo'lgan zot. Aqllar uni zotini idrok qilishlikdan ojizlik qiladi. Har narsada o'zini hukmini o'tkazadi, lekin uni ustida hech kim hukmini o'tkaza olmaydi. Hamma ishlarni tuzatadi, hammani o'zini itoatiga bo'yin sundiradi. Al-Jabbar. Hadis qudusiyda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a." Ey bandalarim, agar avvalingiz va oxiringiz, insu jinlaringiz, ya'ni yaralgandan beri qancha odam keldi dunyoga? Yaralgandan beri qancha jin keldi dunyoga? Hammanglar, insonlar va jinlarning avvalgi keyingilari hammasi oranglardagi eng taqvoli insonning qalbidek taqvodor bo'lib kelsanglar,
bu meni mulkimga hech narsani ziyoda qilmaydi. Ba'zida bir shaytoniy hayollar kelishi mumkin. Bizni qilayotgan ibodatimizdan Allohga bir foyda bormikin? Allohga bir manfaat bormikinki hammamizni ibodatga buyuryapti? Bu shaytoniy fikr. Alloh taolo aytayapti, agar hammanglar, insonlar, jinlar Muhammad alayhisalomga zo'r bo'lib ketsanglar, menga foydasi yo'q buni. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Ey bandalarim, avvaliyu oxiriylar, insu jinnilar, hammanglar orangizdagi eng fojir kimsaning qalbidek bo'lsangizlar ham bu mening mulkimdan hech narsani kamlatirib qo'ymaydi. Ana shu iblis alayhi la'nadaqa bo'lib ketsa ham hamma Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni. Ey bandalarim, avvalgi oxiriylar, insu jinnilar bir joyga to'planib mendan hojatlarini so'rasalar, bir vaqtni o'sida. Bu qanaqa katta adad bo'ladi? Insonlarda hammasi bir joyga yig'ilsa. Odam alayhisalom tushgandan qiyomatgacha bo'lgan insonlar qancha odam bo'ladi bular? Va jinlar ular qatorida. Bir joyda to'planib turib, bir vaqtda hojatini so'rasa, men ularning har biriga so'ragan narsasini berganimda ham bu mening huzurimdagi narsalarni kamaytirmaydi. Bu tasavvur qilib ko'ring, qanaqa qudrat bu. Qanaqa katta boylik. Faqat igna dengizga botirilganda dengizdan qanchani kamaytiradigan bo'lsa, o'shuncha kamaytiradi xolos. Tasavvur qiling, dengizda qo'lingizga ignani olib turib shunday saydingizda chiqardingiz. Biror tomchi ilashadi bunda. Ibtisossiz ilashib qoladi shimib. Lekin ignani solib chiqarsangiz kamaydimi? Kamamaydi. Bizi Robbimiz shunaqa qudratli, shunaqa karim zot birodarlar. Mana shunday ulug' qudrat egasi. Taniymizmi Robbimizni? Mana shunday Allohni muhabbati qasd qilinmaydimi? Mana shunday ilohni g'azabidan taqvo qilinmaydimi? Mana shunday Parvardigorning jannatiga intilinmaydimi? Mana shunday Robbni do'zaxidan qo'rqilmaydimi? Ajib. Inson 70 yil yashar, 80 yil yashar, faqat dunyo, dunyo, dunyo deydi. Yo yetadi, yo yetmaydi. Faqat dunyo deb yashaganligi uchun yetmasa aniq baxtsiz bo'ladi. Endi yetsa-chi? Yetsa ham baxtli bo'lmaydi. Chunki insonning baxtli saodat bo'lishi faqat jannatda Robbisini diydoriga qaraganda bo'ladi. Haqiqiy boy, haqiqiy kambag'alning kim ekanligi, kimning haqiqiy boy, kimning haqiqiy kambag'al ekanligi Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi. Boyaga o'sha pulni topgan, topmagan hammasi o'ladi oxirida. Ey bandalarim, bu sizlarning amallaringiz xolos. Men ularni hisoblab qo'yaman va shunga qarab sizlarga to'liq jazo, mukofot beraman. Kim yaxshilikni topsa, bas Allohga hamd aytsin. Kim boshqa narsani topsa, faqat o'zini malomat qilsin. Imom Muslimdan. Agar kuchli, quvvatli bo'lishini xohlasang, Allohning quli bo'l. Al-Jabbar bo'lgan Allohning bandasi bo'l. Uni hukmida tur, albatta saodatga erishasan. Banda Al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birga bo'ladi yoki jabbor bo'lgan insonlar bilan birga bo'ladi. Chunki insonning tabiatida kuchli bo'lgan odam yonida turishlikka intilish bor. Shaxsiyati kuchli bo'lgan lider odamning oldida turishlikka insonda moyillik bor. Mo'min banda Al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birga bo'ladi. Unga itoatli bo'ladi, uni yaxshi ko'radi, unga muhtoj bo'ladi, undan quvvat oladi, u bilan aziz bo'ladi. Bunaqa bandaning ishi doim yuqoriga qarab yuradi. Yoki
banda odamlarning jabborlari bilan birga bo'ladi. Jabbor degan sifat Allohga ishlatilganda maqtovli sifat bo'ladi. Jabbor degan sifat insonga ishlatilganda yomon sifat bo'ladi. Bunaqa odamlarning ichida jabbor bo'lganlarni Alloh taolo vaqti bilan burnini yerga ishqalab qo'yadi. Buni ko'rib kuzatib turamiz. Tarixga qarasangiz ham Alloh taolo burnini ishqab qo'ygan bu jabborlarni. Zamonangizni qarasa ham bo'lib turadi tez. Jabborlarda burni ishqalganini ko'rasiz, lekin insonimizda tezda esdan chiqarib qo'yamiz. Siz agar odamlarga zulm qilayotgan bo'lsangiz, jabborlik qilayotgan bo'lsangiz, nimaga bunday qilyapsiz? Chunki sizdan burun shu ishni qilganni Alloh xor qilganligini unutib qo'ydingiz. Insonimizda ko'radi, biladi, orasida yurgan, ko'rdi o'sha zolimning nima bo'lganligini. Ko'rib turib, endi uni qo'liga o'sha narsa kelib qolsa, boyagi kuch-quvvat xuddi shu ishni o'zi ham qilaveradi. Bu ko'z ko'rligidan emas bu. Bu qalb ko'rligidan. Alloh taolo aytadi: Al-kibriyau ridai val azamatu izari. Faman naza'ani wahida minhuma qazaftuhu fin-nar. Abu Dovuddan bu hadis. Alloh taolo aytadi: Kibriyo mening ridoyim. Kibr Alloh meni libosim deyapti. Ulug'lik mening izorim. Kim shu ikkalasini qaysi birini mendan talashsa, men uni jahannamga uloqtiraman. Kibr qilyaptimi? Zulm qilyaptimi? Jabborlik qilyaptimi? Fursati bor. Biz shoshib ketamiz-da. Hech narsa bo'lmayapti, shuncha zulm qilsa ham, shuncha qarish tegsa ham hech narsa bo'lmayapti-yu. Biz shoshib ketamiz, birodarlar. O'sha zolimni peshonasiga yozilgan umri bor. O'sha muddatda yashamaguncha u o'lmaydi. Siz shoshiltirasizmi, shoshiltirmaysizmi, tamom, bu taqdir. Lekin Alloh taolo bunaqa zolimni agar tavba qilmasa, odamlardan olgan haqlarini, mazlamalarni qaytarib bermasa, xor qiladi. Albatta bu fakt akalar. Va likulli ummatin ajal. Har bir jamoat uchun ajal bor, ya'ni belgilangan vaqti bor. Musulmonning Alloh taoloni Al-Jabbar ismi bilan bo'lgan aloqasi. Mana darsimizda aytdik. Har bitta go'zal ismdan, Allohning go'zal ismidan siz o'zingizga ulush olishingiz kerak. Alloh Al-Karim zot ekami, siz ham saxiy bo'ling. Alloh taolo Al-G'afur zot ekami, kechirimli bo'ling. Alloh taolo Al-Adil bo'lgan zot ekami, siz ham adolatli bo'ling. Al-Jabbar ismidan oladigan birinchi ulushimiz quvvat olish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'mini zoif. Alloh subhanahu va taologa zaif mo'mindan ko'ra quvvatli mo'min yaxshiroq va suyukliroq. Lekin ikkalasida ham yaxshilik bor. Agar boylik, ilm, mansab, quvvat Allohning shariatiga muvofiq bo'lsa, bu juda ham zo'r narsa bo'ladi. Aytaramiz. Agar boylik, ilm, mansab Allohning manhajiga muvofiq bo'lsa, bas bular quvvat bo'ladi. Birodarlar, agar mo'min quvvatli bo'ladigan bo'lsa, boy bo'lsa, ilmli bo'lsa, mansabdor bo'lsa, bu odamni orqasidan keladigan yaxshiliklarni sanab adoga yetkazib bo'lmaydi. Boylik quvvat. Shifoxona ochishi mumkin, yetimlarning boshini silashi mumkin, uy yo'qlarga uyqu berishi mumkin, bo'ydoqlarni uylantirib qo'yishi mumkin, millionlagan qalblardan joy olishi mumkin. Agar boylik Allohning manhajiga muvofiq bo'lsa, bu quvvat. Boy o'zini boyligini sarflab jannatning eng oliy martabasiga ko'tarilishi mumkin. Boylik ortida katta yaxshiliklar bor. Boylik hayotni harakatga keltiradigan kuch. Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar-da, Alloh taologa zaif mo'mindan ko'ra quvvatli mo'min
suyukliroq va yaxshiroq. Mansab quvvat. Mansabdor odam o'zini mansabini quvvati bilan haqni haq qilishi mumkin, botilni botil qilishi mumkin, munkarni qaytarib ma'rufni yoyishi mumkin, solihlar ko'payib fojirlarning kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan deylik, mana qishloqda ayol hukumatı bor. Shu yerda deylik, rahbari bizning qishlog'imizda aroq sotilmaydi deb qaror qabul qildi. Yig'in bo'ldi, pechatni urdi. Bo'ldi. Mahallada aroq sotilmaydi. Demak, mansab bilan yerda juda ko'p yaxshiliklarni amalga oshirish mumkin. Agar mansabdor odam Allohni tanisa, Allohdan qo'rqsa, qiyomatda borligiga ishonsa, bu mansabini omonat ekanligini bilsa. O'y, mansabda turgan akalar, kecha yoki ilgari kuni bu mansab sizda yo'q edi. Kimlarningdir qo'lida edi. Bugun sizlarning qo'lingizlarga o'tdi. Endi ertaga yoki indinga boshqalarning qo'liga o'tib ketadi. Demak, nima ekan mansab? Omonat ekanmi? G'animatga berilgan imtihon, sinov ekanmi? Mansabda turgan odam shu narsani biladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, bu mansablar faqat yaxshilikni tarqatadi atrofiga. Inna makkanna lahu fil ardi Alloh taolo Zulqarnayn haqida. Dar haqiqat biz unga bu yerda saltanat hukmronlik berdik. Mana Zulqarnaynga Alloh quvvat berdi, mansab berdi, saltanat berdi, qanaqa yaxshi ishlarni qildi. Shuning uchun mansabda turgan odamlar sizlar ham yo'q deylar 100 yil burun. 100 yildan keyin sizlar ham yo'q bo'lasizlar. Mansabdorlar qo'l ostilarida turgan odamlardan birontasi 100 yil burun yo'q edi, bular ham 100 yildan keyin yo'q bo'ladi. Hamma Allohning oldiga borganda siz mansabdor qatorida javob berasiz. Sizning savolingiz, sizning imtihoningiz qiyinroq bo'ladi. Hikmatda aytilganidek, innalloha la yadau bi sulton ma la yadau bil Qur'an. Alloh Qur'on bilan qilmagan, qildirmagan ishini sulton bilan qildiradi. Qur'onda aroq ichma dedi, zino qilma dedi. Qur'on bilan to'xtatsa odamlar to'xtamadi. Endi Alloh sultonni qilichi bilan bularni majbur to'xtatadi. Zino qilsa jazosini oladi, aroq ichsa darrasini yeydi. Ilm quvvat birodarlar. Insonlarning hayotini isloh qiladigan, ularning turmushlarini yuksaltiradigan qarorlarni olimlar chiqaradi. Agar yerni boshqarishlik ilm bilan bo'ladigan bo'lsa, ulamolarning qo'li bilan bo'ladigan bo'lsa va avvalgilarning tajribalariga asoslangan bo'lsa, katta yaxshiliklar kelishida shubha yo'q. Chunki ulamolarda avval o'tgan 1000 yillik olimlarning ilmi bor, tajribasi bor. Ulamolarning maslahati bilan boshqarilsa, albatta obodonchilik, xayriyat bo'ladi. Shuning uchun Imom Shofiy aytadi: agar dunyoni istasang, ilmni lozim tut. Agar oxiratni istasang, ilmni lozim tut. Agar u ikkisini ham istasang, ilmni lozim tut. Agar sen ilmga o'zingni boringni bersang, u senga o'zining ozgina bir qismini beradi. Agar sen ilmga o'zingni ba'zingni bir qismini bersang, u senga hech narsasini bermaydi. Haqiqat shuki, modomiki talabi ilmda bo'lar ekan, bir kishi olim bo'lib turadi. Agar o'zini olim bo'ldim deb o'ylasa, johilligi ma'lum bo'ladi. Har qancha ilmli bo'lmang, siz o'zingizni tolibi ilmman deb bilishingiz kerak. Olimman deyishingiz kerak emas. Chunki har bitta bilimdonning ustida undan ko'ra bilimdonroq odam bo'ladi. Demak, yuqoridagi hadisga ko'ra mo'min kuchli bo'ladi, moli bilan, ilmi bilan yoki mansabi bilan. Agar bu mol, ilm, mansab Allohning shariatiga muvofiq tarzda bo'ladigan bo'lsa, bu faqatgina musulmonlarga, insonlarga yaxshilik va xayriyat olib keladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله عز وجلning go'zal ismlari Asmaul Husno silsila darslaridan Robbimizning Al-Jabbar ismini suhbat qilayotgan edik, davom etkazamiz. Imom Shofiy aytgan edik, "Iza aradta dunya fa alayka bil ilm." Agar dunyoni istasang, dunyo kerak bo'lsa, ilmni o'zingga lozim tut. Va iza aradtal axirata alayka bil ilm. Oxiratni izlasang, ilmni lozim tut. Va iza aradtahuma ma'an fa alayka bil ilm. Dunyoni ham, oxiratni ham teng xohlasang, ilmni o'zingga lozim tut. O'zingni boringni bersang ilmga, ilm senga o'zini bir qismini beradi. Agar o'zingni hayotingni bir qismini bersang ilmga, ilm senga hech narsasini bermaydi. Birodarlar, ilm shunday narsaki, uni talabida yurar ekan inson, u olim bo'lib boraveradi. Tolibi ilmman der ekan, izlanishdan to'xtamas ekan, bu odam olim bo'ladi. Ammo bir kun kelib men olim bo'ldim desa, uni johil bo'lganligi shundan ma'lum bo'ladi. Shuning uchun hech kim o'zini olim demaydi. Garchi shu olimlik maqomiga yetgan bo'lsa ham, olimman demayaptimi? Men tolib ilmman deyaptimi? Demak, shu odam haqiqiy olim bo'ladi. Men ilmliman degan odam johilligi ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, la hasada illa ala thnatayni. Faqat ikkita narsada hasad bor. Ya'ni havas ma'nosida. Rajulun ataahu Allohul Qur'ana faqama bihi ana al-layli va ana an-nahar. Bir kishiki hasad qilinadigan, ya'ni havas qilinadigan bir kishiki Alloh unga Qur'onni berdi va u Qur'on bilan kecha va kunduz qoyim bo'ladi. Ikkinchisi, va rajulun ataahu Allohu malan. Bir kishiki Alloh unga mol berdi, dunyo berdi, boylik berdi. Fa huwa yunfiquhu ana al-layli va ana an-nahar. Mana shu boyligini kecha va kunduz o'rniga, joyiga infoq qiladi. Shu ikkita odam hasad qilinar ekan. Shu ikkita odamga havas qilinar ekan. To'g'rirog'ini aytsak, hasad bu yaxshi ma'nodagi havas. Demak, quvvat boylikda bo'ladi, ilmda bo'ladi, mansabda bo'ladi. Ammo mana shu boylik, quvvat, ya'ni ilm, mansab, boylikda quvvat bor ekan deb turib, biz shu narsaga intilamiz, ammo bu narsalarga intilishligimiz shariat hisobidan bo'lmasligi kerak. Ya'ni shariat belgilab qo'ygan doiradan chiqmasdan talab qilishlik kerak bo'ladi. Agar boylik, mansab, ilmga erishishlik uchun shariatdan chiqish kerak bo'lib qolsa, bu narsalardan voz kechishlik kerak bo'ladi. Diningiz hisobidan, taqvoingiz, shariatingiz hisobidan bu narsalarga intilmang. Musulmonlarda boy bo'lgani yaxshi. Mana shu boyligi bilan Allohga yaqin bo'lishi mumkin. Boylikka intilsin, lekin boylik topishlik uni harom tomonga yurgizib qo'ymasin. Yolg'on gapirishga majbur qilib qo'ymasin. Ahdiga vafo qilmaslikka yetaklab qo'ymasin. Boy bo'lganim yaxshi ekan kambag'al bo'lgandan ko'ra. Chunki boy bo'lsam musulmonlarga ko'proq foydam tegar ekan. Yaxshi fikr. Lekin u boy bo'lishligingiz gunoh ma'siyat bilan bo'lmasin. Ilm olish, ilm quvvat. Lekin ilm olishlik ham shariatni manhajidan tashqarida bo'lmasligi kerak. Masalan, dunyoviy ilmlar. Kimyo deysizmi, fizika deysizmi, mana hozir IT texnologiyalar deyilyapti. Ammo mana shu ilmni o'rganishlik ham sizni diningiz hisobidan bo'ladigan bo'lsa, man qilinadigan ishlar bilan o'rganishlikka kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ilmni olmaslik kerak bo'ladi. Masalan, bir odam yosh yigit shu dunyoviy ilmlarni o'rganaman deb g'arbga yoki sharqqa safar qildi. Endi shularning ichida yashab, shularning e'tiqodi, shularning tasavvurlaridan ta'sirlanib, shularning bittasiga aylanib ketadigan bo'lsa, u odamda bormagani yaxshi bo'ladi. Ilm quvvat, boylik quvvat,
mansab, quvvat. Bu narsalarga musulmon odam intiladi, erishadi. Faqat bu narsaga erishishlikdan maqsad Allohning roziligi bo'ladi va bu narsaga yetishlikda shariat belgilab qo'ygan chizgidan tashqariga chiqmaslik kerak. Agar shu narsaga sabab bo'lsa, dindan uzoqlashishlikka, bu ishlarni qilmaslik to'g'ri bo'ladi. Robbimiz subhanahu va taolo al-Jabbar bo'lgan zot. Haqiqiy quvvat egasi Alloh azza va jalla, al-Jabbarning o'zi. Alloh o'zi quvvat. Har qanday quvvat o'zini quvvatini Allohdan oladi. Astagfirullah. Walau yarallazina zalamu iz yarawna al-azaba annal quvvata lillahi jami'a. Bunday zolimlar azobga ro'baro bo'ladigan zamonlarida, ya'ni qiyomat kunida butun kuch-qudrat Allohniki bo'lishini va Allohning azobi qattiq ekanini bilsalar edi. Yer yuzida qanaqa quvvat bor? Masalan, yadro quvvat, atom quvvat, shamol quvvat, o't olov quvvat, yerni aylanishi quvvat. Ya'ni qanaqa quvvat bor bo'lsa bu tabiatda, bu quvvatning asli manbai Alloh taoloning o'zi. Alloh xohlamasa o'sha uran sizga quvvat bermaydi AESlarda. Alloh xohlamasa o'sha kuch bilan pastga oqayotgan suv GESni lopuslarni aylantirmaydi. Agar Alloh xohlamasa mana shu shamol aylanib turib tosh chiqaradigan tegirmonlar bor-a? O'sha shamol ham quvvat. Lekin bu shamolni estirayotgan kim? Biz bilgan hamma quvvat uni manbai Alloh taoloning o'zi. Hatto siz bilan bizni gapirish quvvatimiz, ko'rish quvvatimiz, bosish, bir narsani ushlash quvvatimiz ham Alloh azza va jallaning quvvatidan. Chunki hamma quvvatning asli Alloh taoloning o'zi. Quvvat bu Alloh taoloning o'zi. Bu borlig'ida qanaqa quvvat bo'lmasin, aytdik, u Allohning quvvatiga suyanadi. Lekin Allohning quvvati hech narsaga suyanmaydi. Shuning uchun hech kimga va hech narsaga muhtoj bo'lmaydigan quvvatni izlashimiz kerak. Siz quvvatli insonman deb bilasiz o'zingizni. Kuchli inson deysiz, quvvatli inson deysiz palonchini. Nima uchun quvvatli desa, yo puli bor uni, yo mansabi bor uni, yo mansabdor tanishi bor uni, yo bilagida quvvati bor uni. Qarangda, uni quvvatli deyishingiz albatta qaysidir quvvatga tayangani uchun. Endi boyaga mansabdan ketgandan keyin hech kim emas. Butun gapirar edi, dadil gapirar edi, g'oz yurar edi. Nima uchun? Uyda tillasi bor edi. Qo'rqmasdi hech kimdan. Hamma bilan teng olishar edi. Nimaga desa, tanishi bor edi falon idorada. Ha, ana bu odamlarning quvvati kimgadir yoki nimagadir nima qiladi? Suyanadi. Ammo ana shu quvvatiga, uning ana shu quvvatiga sabab bo'lib turgan narsa yo'q bo'lgandan keyin tugaydi. Bir kunda u quvvatchi shunaqa bir katta mansabda ishlaydi, hamma uni ko'lankasidan qo'rqib turadi, uni qahriga qolishdan cho'chib turadi, bir kunda ishdan olib tashlashadi uni. Ertasi kunimi? Ertasi kun nima bo'ladi? Faqat inson unutib qo'yadi-da. Ertaga shu ishdan ketib qolishligini. Ertaga shu mansabdan, shu quvvatdan qolib qolishini unutib qo'yadi-da. Shuning uchun birodarlar, biz mansabimizga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Tanish bilishlarga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Pulimizga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Biz haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Allohga suyanishni o'rganaylik. Bu quvvat hech qachon yo'q bo'lmaydi. Ma'qulmi? Siz yurtingizda kuchli odamsiz. Boshqa davlatga borsangiz hech kim emassiz o'sha. Chunki sizning quvvatingiz mamlakatingiz hududi bilan nima bo'lardi? Cheklanar edi. Shuning uchun hech narsaga va hech kimga muhtoj bo'lmaydigan quvvatni izlashimiz kerak. U qanaqa quvvat? Al-Jabbar bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Astagfirullah. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom, bu dunyoda odamlarining barchalariga, mana bu mo'minlariga ham, ona va kofirlariga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz.
Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Mana sababni zo'r qilsa, men beraveraman natijani deyapti, kofirga ham, mo'minga ham. Qoyil maqom qilib bajarsin, uni musulmon kofirligiga qaralmaydi. O'sha ilmmi, o'sha sportmi, o'sha sog'likmi Alloh beraveradi shularga. Chunki Alloh azza va jalla bandalarning xom hayollari bilan muomala qilmaydi. Mana bo'lib qolsa, shunday tursam, ertaman vesim 70 ga tushib qolsa, bir uxlab tursam, kallamga mana shu kitobdagi narsalar kirib qolsa, bor shunaqa hayollar. Bu xom hayol bu. Alloh sababni qilganga beradi natijani. Va man aradal axirata va sa'a laha sa'yaha. Qarang, Alloh taolo aytayapti, kim oxiratni xohlasa, istasa va mo'min bo'lgan holda sa'y harakat qilsa, oxiratda jannatni umid qilyapti, orzu qilyapti, hayol qilyapti, orqasidan harakatini ham qilyapti-da. Hamma kuch-quvvat birodarlar tavhidda. Tavhid haqiqiy quvvat. Mo'min ayni mana shu tavhid bilan quvvatli bo'ladi. Tavhid insonni har qanday qullikdan ozod qiladi. Tavhiddagi mo'min haqiqiy ozod inson. Mo'min faqat Allohga suyanadi. Mo'min faqatgina Allohniki. Mo'minning quvvatini sabablaridan bittasi ham mana shu. Aytdik-ku, o'zini quvvatli deb bilgan har qanday odam nimagadir yoki kimgadir suyanadi. Puligami, mansabigami, tanishigami. O'sha narsasi yo'q bo'lsa quvvatdan qolaveradi. Mo'minchi? Mo'min bu narsalarga suyanmaydi. Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Allohga suyanadi. Alloh o'zi quvvat manbai. Demak, kim mo'min Allohga suyanar ekan, u quvvatsiz qolmaydi. Musulmonlarning ham quvvati yo'q bo'lib qolmaydi, modomiki Allohga suyanishar ekan. Tavhid birodarlar bandani qalbini xo'rlikdan qutqaradi. Insonni aqlini turli xurofotlardan, vahm xavotirlardan ozod qiladi, qutqaradi. Tavhid mo'minni ozod, quvvatli va haybatli qiladi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Va nimani xohlagan bo'lsa bo'ladi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun kuchli, quvvatli bo'lishni xohlaysanmi banda? Tavhidda bo'l. Allohni yakkala, Allohga suyan. Tarixda qarasak, juda ko'p misol turibdi. Hasan Basriy tobiinlarning ulug'laridan, ulug' olim, taqvoli inson. Rasulullohning xonadonida katta bo'lgan bu kishi. Umayylar davrida Umayylarning amirlaridan bo'lgan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy degan zolim tog'iy bo'lgan, musulmon, lekin juda ko'p musulmonlarga zulm qilgan, juda ko'p solih insonlarning qonini oqizgan. Hasan Basriy u haqida unga yoqmaydigan so'zlarni aytdi. Uni so'zi yetib bordi Hajjojga. Hajjoj yonida turganlarga qarab turib, Hasan men haqimda shunaqa gapni gapirsa, to'xtatmasdan eshitib turishdingmi, ey qo'rqoqlar? Vallohi men senlarga uni qonini oqqanini ko'rsataman dedi. Olib kelinglar uni dedi. Hajjojning oldiga Hasan Basriyni olib kelishdi. Majlisga kirganida u kishini chopish uchun tayyorlangan bolta bilan kundani ko'rdi. Uni ko'rib turib, Hasan Basriy bir narsada pichiradi. Hajjoj Hasan Basriyga ko'zi tushishi bilan yurib keldida oldiga, "Xush kelibsiz ey Abu Said. Siz ulamolarning sayyidisiz" deb o'zini o'rniga o'tkazib, kirom izzat ko'rsatib, bir qancha masalalardan savol so'rab, keyin eshik tagigacha kuzatib qo'ydi. Bu manzarani ko'rib, kimi esi uchdi boshidan? Eshikda turadigan odammi? Hasan Basriy chiqib ketganda orqasidan yugurib bordi. "Ya Abu Said, sizni bu narsaga chaqirmovdi Hajjoj" dedi. "Qasrga kirganingizda bir narsada pichiradingiz. Tushunmay qoldim. Nima dedingiz?" dedi. Hasan Basriy: "Ya moladi inda kurbati, ya munisi fi wahshati, ij'al fitnatahu alayya bardan va salaman kama ja'altan nara bardan va salaman ala Ibrohim."
Ey musibatimda menga panoh beruvchi, ey vahshatimda menga munis bo'luvchi zot, Ibrohimga olovni sovuq va salomat qilganingdek, uning fitnasini menga sovuq va salomat qilgin dedim dedi. O'ldirgani, qatl qilgani chaqirgan zolim, buning qalbi ham Allohning qo'lidami? U ham Allohning qabzasidami? Alloh ko'rdingizmi qanday uni qalbini o'zi xohlagan tomonga burib qo'ydi? Shuning uchun Alloh bilan bo'laylik. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fala tad'u ma'allohi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin." Ey Muhammad alayhisalom, siz Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmang, aks holda azoblanguvchi kimsalardan bo'lib qolursiz. Demak, tavhid quvvat. Muvahhid Allohni tengsiz deb biladi. Muvahhid bir taraf bilan muomala qiladi. Muvahhid aniq biladi nimani? Yer, samo ahli hammasi yig'ilib kelsa ham Allohning iznisiz hech qanday foyda ham, zarar ham keltira olmaydi. Shuni aniq biladi. Mo'min faqat Allohdan qo'rqadi va faqatgina o'zini gunohidan qo'rqadi. Mo'min Robbisidan umid qiladi. Hamma Allohning qabzasida ekanligini aniq biladi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Yadullohi fawqa aydihim. Allohning qo'li ularning qo'llari ustida. Zamonasida o'zini xalqiga zulm qilgan podshohdan so'raldi: "Sen nimasan o'zi? Kimsan o'zi?" U javob berdi: "Men Allohning g'azabiman" dedi. Hadis qudusida aytilgandek, podshohlarni so'kmanglar. Podshohlarni so'kmanglar. Chunki podshohning sizlarga qilayotgan muomalasi sizlarni Alloh bilan bo'layotgan muomalalarga bog'liq. Men podshohlarning egasiman, podshohlarning podshohiman deydi Alloh taolo. Ularning qalblari meni qo'limda deydi. Agar bandalar Alloh aytgan sifatlarga ega bo'lsa, podshohlarning qalblarini xalqiga muloyim yumshoq qilib qo'yaman. Agar buni aksi bo'ladigan bo'lsa, qahrli beshafqat qilib qo'yaman. Shuning uchun podshoni so'yma. Podsho Allohning yerdagi soyasi degan hikmatli gapimiz bor. Bu majoz bu. Podshohning sizga bo'layotgan munosabati xalqiga, xalqni Alloh bilan bo'layotgan muomalasiga bog'liq. Shuning uchun tog'iylarning zulmlari qilich bilan qaytarilmaydi. Ularning zulmlari Alloh bilan bo'lgan aloqalarni tuzatish bilan qaytariladi. O'zingizni Alloh bilan bo'lgan munosabatingizni tuzatasiz, endi Alloh taolo bu zolimni, tog'iyni qilichini nima qiladi? Zulmini sindirib qo'yadi, to'xtatib qo'yadi. Ilm quvvat. Ilm senga zamon va makon bilan cheklanmaydigan quvvatni beradi. Astagfirullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mujodala surasi. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Qarang, kimni darajasini ko'taraman deyapti. Ilmi bo'lsin, nimasi bo'lsin? Iymoni bo'lsin, ilmi bo'lsin, shu odam baland bo'laveradi. Millati qanaqa bo'lsin, puli bo'lsin demayapti. Erkak ayol bo'lsin demayapti. Oq qora demayapti. Iymoni bor, ilmi bormi? Amali bormi ilmiga? Mana shu odam baland bo'ladi deyapti. Ilm eng oliy martaba. Ilm talabi farz. Agar siz qavmning sayyidi bo'lib turib ilm o'qisangiz, qavmning yana faqihiga aylanasiz. Agar qavmning ichida o'rtacha oddiy odam bo'ladigan bo'lsangiz, ilm bilan sayyidga, boshliqqa aylanasiz. Ummaviylarni eng ulug' xalifalardan bo'lgan Sulaymon ibn Abdul Malik haj qilgani Makkaga keldi. Makkaning eng katta olimi kim deb so'radi. Ato ibn Abi Raboh deb javob berildi. Menga ko'rsatinglar dedi. Uchrashdi. Ato ibn Abi Raboh, bilasizmi bu inson kim bo'lgan? Qora qul bo'lgan. Qora inson bo'lgan. Sochlari mayizdaqa, burni puchuq,
O'tirsa qora qaraga o'xshab qoladi. Jasadini bir qismi shol bo'lib qolgan, dinor dirhami yo'q inson. Mana shu odam oldiga shu davrning eng qudratli xalifasi kelib, dunyoga dong'i ketgan olim sizmisiz dedi. Ato ibn Abi Raboh odamlar shunaqa deyishadi deb qo'ydi. Sulaymon so'radi: "Bunchalik sharafga qanday qilib erishdingiz?" Ato ibn Abi Rabohning gapini qarang. "Ey, talib ilmlar, eshitib qo'yinglar. Ahli ilmlar, odamlarning dunyolariga behojatligim bilan va odamlarning 30 yil to'plagan ilmimga muhtojligi bilan odamlarning qo'liga qaramadim, odamlarga muhtoj bo'lmadim, odamlar meni ilmimga muhtoj bo'ldi. Shu bilan shu maqomga yetdim" dedi. Shuning uchun diniy bilimni o'qib dunyo maqsad qilinmaydi. Allohning shariati o'rganilib, hurmat, e'tibor, to'ri maqsad qilinmaydi. Chunki u narsaga Alloh loyiq deb bilgan bandasiga berib qo'yadi, uni xolasa ham, xolamasa ham. Ammo shu narsani deb turib ilm o'qiydigan bo'lsa, Alloh unga hech qachon yetkazmaydi. Haj manosiklarida Ato ibn Abi Rabohdan boshqa hech kim fatvo aytmasin deb hukm qildi bu xalifa. 2 kun o'tib, xalifa o'zini 2 dona o'g'li bilan yana uchrashmoqchi bo'ldi. Meni Atoni oldiga olib boringlar. Ato ibn Abi Raboh haramda edi. Atrofida odamlar to'planib o'tiribdi. Hammani savoli bor, masalasi bor. Sulaymon ibn Abdul Malik navbatsiz bostirib kelayotdi. "Ey Amiral Mo'minin, o'tiring" dedi. Xalifaga aytibdi boyga qora qo'l. "O'tiring. Mana bu odamlar sizdan burunroq kelgan" dedi. Navbat kelganda savollarni so'rab javobini olib ketdi. Keyin o'g'illarga qarab turib: "Ey bolalarim" dedi. "Ey o'g'illarim, taqvoni va ilmni lozim tutinglar. Vallohi hayotimda mana shu quldan boshqasini oldida xor bo'lgan emasman" dedi. O'tir desa o'tiryapti. Nima bilan ko'tardi Ato ibn Abi Rabohni Alloh qadrini? Ilmi bilan, taqvosi bilan. Ilm quvvat, birodarlar. Agar moli, mansabi bo'lmaydigan bo'lsa ham, qul bo'lsa ham, agar ilmli bo'lsa, toat sababli Allohni yuksaltiradi. Alloh uni yuksaltiradi. Agar moli, nasl nasabi bo'lib turib, sharafli bo'lsa ham, ma'siyat sababli Alloh uni xor qiladi. Sulaymon ibn Abdul Malik yana o'g'illariga dedi: "Ey bolalarim, biz uni oldida xor bo'lgan inson, Qur'onning fahmiga ega bo'lgan, hamma ilmlarning qomusi bo'lgan ulug' sahobiy Abdulloh ibn Abbosning shogirdi, vorisi Ato ibn Abi Raboh bo'ladi." Xalifa o'g'illariga nasihat qilyapti. Bu o'g'illari kim? Bani Umayya, Abdushams urug'ining sayyidi, xalifa, boy Sulaymon ibn Abdul Malikning o'g'illari. Bu ikkala o'g'ilda odamlar orzu qilib ham yeta olmaydigan narsalar naq turibdi. Dunyoning katta qismi otasining qo'lida. Nasl nasabi zo'r. Payg'ambarning qabilasidan bitta odam havas qiladigan, hamma yo'g'i bor bo'lgan o'g'illarga aytayaptiki: "Ey o'g'illarim, ilm o'rganinglar. Ilm sababli quyi insonlar yuksaladi. Noma'lum kishilar mashhur bo'ladi. Qullar podshohlar martabasiga ko'tariladi. Sen birodar mo'minsan. Tavhiding quvvat, ilming quvvat, taqvoing quvvat. Haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni o'ziga suyanishligimiz lozim bo'ladi." Duo quvvatdir. Eng katta quvvat bu duodir. Yunus alayhissalom kitni qorniga tushib qoldi. Tunni zulmati, dengizni zulmati va ana shu kitni qornidagi zulmat. 3 ta zulmatning ichida qolib ketdi. Najotga, qutulib ketishlikka umid yo'q. Alloh taolo bu haqida xabar berib aytadi: Astagfirullah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yunusning qavmidan g'azablangan holda o'z qishlog'idan chiqib ketib, bizni uning ziyoniga hukm qilmaydi deb o'ylagan paytini, so'ng qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Mana
hech qanday qutulib ketishlikka bironta bir imkoniyat, shansi yo'q. Ketni qorniga tushib dengizdagi kirib ketgandan keyin o'lish kerak bir qandaydir 30-40 sekundda. Lekin Alloh taolo bu payg'ambarni halok qilishni xohlamadi. Bu payg'ambarga ta'lim berishni, siz bilan bizga ta'lim berishni xohladi. Bu payg'ambardan xato o'tdi. O'zini qavmini Allohning ruxsatsiz tashlab chiqib ketdi. Buni mana bildiradi. Allohni eng yaxshi ko'rgan bandasi Yunus alayhisalom bunday ulug' zotlardan, Allohga yaqin bo'lgan bandalardan xato o'tsa, Alloh taolo tezda jazo beradi. Nima uchun? Takrorlamasin. Ammo hayotda ko'ramiz, har qancha zulm qilsa ham, tuhmat qilsa ham, bo'xton qilsa ham, odamlarning haqlarini nohaqdan tortib olsa ham, hech narsa bo'lmayotgan odamni ko'ramiz. Demak, u Allohdan uzoq. Agar Allohga suyukli, yaqin banda bo'lganida tezda jazosini olar edi. Endi shuncha ish uchun ham yuribdimi 20 yildan beri balo kelmay? Demak, Alloh bunga muhlat beribdi, istidroj ekan bu. Ko'tarib yerga chopish degani. Uzoqroq qo'yadi bunaqa zolimni, uzoqroq yashaydi, qattiqroq tushish uchun, jazoni qattiqroq olish uchun. Fastajabna lahu va najjaynahu minal gham va kazalika nunjil mu'minin deydi Alloh. Bas biz uni Yunusni alayhisalomni duosini mustajob qildik va uni g'am g'ussadan qutqardik. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Tavhid quvvat, ilm quvvat, duo quvvat. Birodarlar, yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qat'iyat ham quvvat. Qat'iyatli bo'lish ham quvvat. Qat'iyatli odam bo'laydi. Bir ishga kirishdi, qat'iyat bilan turadi, oxirigacha yetkazadi. Bir ishga kirishdi, ozgina mashaqqat bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, bir marta, ikki marta harakat qilganda bo'lmasa to'xtatib qo'ymaydi. Qat'iyat. Demak, qat'iyat ham quvvat. Voqea qissa, ana shu arab o'lkalarida voqea bo'lgan qissa, Shomda yashaydigan bir kishi o'zini farzandini Azhar Sharifga o'qishga yubordi. O'g'li o'qidi, shahodatni oldi, yurtiga qaytib kelib, bir masjidda imom bo'ldi. Ana shu minbarga chiqib qilgan birinchi xutbasi ilm haqida edi. Boyagi shu imomning otasi yoshi 55 ga kirgan edi. O'qishni ham, yozishni ham bilmas edi. O'g'lini imom bo'lib, odamlarga ilm o'rgatayotganligini ko'rib, yig'ladi, ta'sirlandi. Odamlar uni yig'isini ko'rib, bolasi ilmli bo'lib kelganligi uchun xursand bo'lib yig'layapti deb o'ylashdi. Lekin bu narsa uchun yig'lamagan edi. Nimaga yig'lagan edi? 55 yil umri ilmsizlik bilan, savodsizlik bilan o'tganligiga pushaymon bo'lib yig'lagan edi. Keyin nima qildi? Eshagini minib Shomdan Misrga, Azhar Sharifga bir oy degan masofani bosib keldi. Azharga kirdi, o'qish yozishni o'rgandi, Qur'onni yodladi, 96 yoshida vafot etdi. Ham qori edi, ham olim edi. Bizda 30 ga kirdimi? Bo'ldi, o'sha nima qiladi? Endi bizni kallalar deydi, oyida qilib bo'lmay qo'ydi. Qunut duosini hali ham yodlamaydi. Nimani o'qiydi? Mana qat'iyat, quvvat deyapmiz, a? Osoni qo'lni ko'tarib qo'yishda, osolim taslim bo'lish. Yana bir olimning qissasi bor, ajib. Bu olim ana shu talabalik paytida Azhar Sharifga kirib imtihon topshirdi, o'ta olmadi. O'sha davrida, yoshligida. Keyin uyga qaytib kelib, bo'lmadi endi deb turuvdi. Uyda o'tirsa bir chumoliga ko'zi tushib qoldi. Haligi chumoli devorga tirmalashadi. 10 sm ko'tariladi, tushib ketadi. Yana ikkinchi marta tirmalashadi. Endi 15 sm ko'tarildi, yana tushib ketdi. Shunday bo'lib har safar ozgina ko'tariladi, tushib ketaveradi. Xullas 43-marta harakat qilganda shifga yetdi. Haligi chumolining ishidan ibrat oldida o'zini qat'iyatsizligidan hijolat bo'lib, shundan bir norozi bo'lib bordi, qaytadan harakat qilib imtihon topshirdi, tinmay o'qidi, olim bo'ldi. Demak, birodarlar, qat'iyatli bo'lish, qat'iyat quvvat.
Tavhid quvvat, ilm quvvat, duo quvvat, iymon quvvat. Mutlaq quvvat bu iymon. Firavun. Kim edi Firavun? Yer yuzida yashab o'tgan eng katta zolim. Va qala ana robbukumul a'la. Men sizlarning eng oliy parvardigoringiz, Robbingizman degan edi, Xudoman degan edi. Ma alimtu lakum min ilahin g'ayri degan edi. Sizlarga meni o'zimdan boshqa bir iloh borligini bilmayman degan edi. Mana shu Firavunning qizi bor. Uni qizini sochini tarayotgan sartaroshi bor. Bu sartarosh ayol mo'mina edi. Firavunning qizini sochini tarayotib, qo'lidan tarag'i tushib ketdi. "Yo Alloh" devordi. Firavunning qizi, u Firavunning qizi. Hali meni otamdan boshqa Robbing bormi dedi. Haligi mo'min ayol nima dedi? Seni ham, meni ham Robbim Alloh dedi. Bu qiz borib otasiga sartaroshning gapini aytib qo'ydi. Firavun nima qildi? Bu ayolni 5 ta bolasi bilan olib kelib, oldiga katta bir doshqozonda yog'ni quyib, qaynatib, qizdirib, aytdiki, "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Bu ayol sobit turib, "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi. Katta farzandini yoqqa tashladi. Jozizati o'ldi. Ikkinchi marta so'radi. "Seni hali mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Bu ayol yana sabot bilan turib, "Alloh seni ham, meni ham Robbim" dedi. Ikkinchi bolasini tashadi. Uchinchi bolasini tashadi. Xullas qo'lidagi chaqalog'i qoldi. Endi qo'lida emiziklik turgan, hali tilga kirmagan emiziklik chaqalog'iga navbat kelib, uni ham tashamoqchi bo'lishdi. 5-marta so'radi. "Seni mendan boshqa Robbing bormi hali?" Shunda ayol ikkilanib qoldi. Quvvati ketdi. 4 ta bolasini ko'zini oldi, o'ldirdi. Ikkilanib turganida Alloh taolo boyaga chaqaloqni tilga kiritib qo'ydi. "Ey onajon, albatta siz haq ustidadirsiz" dedi. Uni ham tashladi, bolasini ham tashladi, shu bilan hammasini qatl qildi. Albatta bu g'alaba edi. Firavunning g'alabasi emas edi. Mana shu mo'mina ayolning g'alabasi edi. Chunki iymon e'tiqod yo'lida ketdi. Mana shu iymonining quvvati bilan shu narsaga erishdi. Endi bu ayolga qanaqa mukofot berildi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Meroj kechasida jannatga kirib, bir xushbo'y hidni his qilib aytdilarki, "Ey Jabroil, bu qanaqa hid bo'ldi?" Jabroil alayhisalom, "Bu Firavun qizining sartaroshining hidi" dedilar. Mana birodarlar, iymon quvvat. Mana endi Firavun qoldi. U yengdim deb o'ylayapti. Haqiqatan yengdimi? Mana bu dunyoda bir odamni boring umri 100 yil bo'lsin. Boring 150 yil bo'lsin. Baribir o'ladimi? Baribir hayot tugaydimi? Faraz qiling bitta odamni 5000 yil umr ko'rsin. Dunyoni hamma zebi ziynati uniki bo'lsin. Biron marta biron joyi og'rimasin. Dunyoni eng hashamatli imoratlarda yashasin. Eng go'zal ayollarda hammasi shuniki bo'lsin. Yer yuzini hamma yo'g'i, dengiz, okeani-yu, tog'i, tosh, oltin, kumushi uniki bo'lsin. 5000 yil yashasin. 1 sekund ham og'rimasin. 5000 yil huzur halovatda bo'lsin. Endi bu 5000 yillik umr baribir bir kun tugaydimi? Endi abadiylikni oldida, abadiy hayotni oldida bu 5000 yillik hayot nima bo'lib qoladi? Shuning uchun siz bilan biz ham 80 yil yasharmiz, boring 100 yil yasharmiz. Iymonimizni taqozosi bilan yashaylik. Baribir ketamiz. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Kofir ham o'ladi, mo'min ham o'ladi. Boy ham, kambag'al ham o'ladi. Modomiki hamma o'lar ekan, bu dunyoda zolim bo'lib qolgandan ko'ra mazlum bo'lib yashagan yaxshi. Dunyoda boy bo'lgandan ko'ra kambag'al bo'lganingizga quvonasiz, chunki hisob kitobingiz yengil bo'ladi.
Oxiratdagi bitmas tuganmas ne'matlarning oldida birodarlar, bu dunyoni huzur halovati nima degan narsa? Bu sartarosh ayol farzandlarini va hayotini boy berdi. Hayotini berib qo'ydi. Evaziga nimani qo'lga kiritdi? Jannatni va abadiy huzur halovatni ne'matlarni. Shuning uchun mo'min birodar aniq bilgin, iymoning quvvat. Quvvatni mo'min Allohdan oladi. Alloh haq. U bilan birga bo'l. O'zingni xor qilma, taslim bo'lma, tushkunlikka tushma, ikkiyuzlamachilik qilma. Chunki haq so'z seni rizqingni ozaytirib qo'ymaydi, ajalingni tezlashtirib qo'ymaydi. Rizqing ham, ajaling ham Allohning qo'lida. Alloh uni taqdir qilib qo'ygan, haq bilan birga bo'l. Samo jabbori Alloh azza va jalla haq. Yerning jabborlari esa odamlardan iborat. Yerning jabborlari botilda. Samo jabbori yer jabborini xor qiladi. Mo'minning quvvati iymon bilan. Uni bu quvvati unga izzat beradi, sharaf beradi, makonat beradi, jur'at beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ilallohi minal mu'miniz zaif." Zaif mo'mindan ko'ra quvvatli mo'min Alloh uchun yaxshiroq va suyukliroqdir. Alloh azza va jalla o'zi yaxshi ko'rgan quvvatli mo'minlardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.